Bo'stonliq tumani Tovoqsoy qo'rg'onda hovli uyimiz sotilyapti. Hozirga obzoran qilib ko'rsataman. Hovli uyimizni ko'rdinglar, maydoni 7,5 sotudan iborat, kommunikatsiyadan muammo yo'q. Mevali daraxtlarimizgacha bor. Kameramiz ham bor ekan. Benzini ko'ryapman. Narxi keladigan bo'lsa 72 ming dollar so'ralyapti. Bo'stonliq uy bozoridan kelganlar kelishtirib beriladi. Like, komment yozishdan chiqmasin, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.